Mashinani jarima maydonchaga qo'yayotganda evakuator xizmati qanchalik zarur? Bizga fuqarolardan shunday murojaatlar kelyaptiki, to'g'ri, men yo'lda qonunchilikni buzdim. Buning uchun avtomashinamni jarima maydonchasiga qo'yishga roziman. Lekin yo'l patrul xizmat xodimi mendan evakuatorda mashinani olib ketish talabini qo'yyapti. Bu qanchalik qonuniy? Bu albatta noqonuniy talab bo'ladi. Chunki fuqaroni o'zi jarima maydonchaga qo'yishga rozi bo'lyaptimi? Demak, o'zi olib borib qo'yish kerak. Ya'ni evakuator agar olib boradigan bo'lsa, unga qo'shimcha yana haq to'lanadi. Ya'ni buni fuqarolarga tushuntirilmayapti. Agarda fuqaro norozi bo'lsagina, ya'ni bunga qarshilik qilsa, undan keyin evakuator xizmatidan foydalanib mashinani olib ketilsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni mana shuni huquqlari ham fuqarolarga tushuntirilishi kerak. Demak, mas'ullardan mana shu holatlarga alohida e'tibor berishlarini so'rab qolamiz va shunday foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.